Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Do'stlik mahallasida yashovchi Shoturdi bobojon bilan bog'landikmi? Ha, xuddi shunday. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi. Rahmat. Har doim a'lo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Bobojon, bugun xonadoningizda o'zgacha ayyomlarni nishonlayotgan ekansizlar. Qarshi olgan chiroyli yoshingiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Tanajoningiz sog' va salomat bo'lsin. Yuzlar bilan yuzlashib, eng go'zal kunlarga guvoh bo'ling. Qalbingiz hamisha xotirjamlikka, mehr muhabbatga to'lib yuring ilohim. Sog' bo'ling. Rahmat. Bugungi go'zal ayyomingiz bahona sizga oz bo'lsa-da shodlik ulashaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi qizingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizga atalgan o'ziga xos chiroyli maktublar, dilizxorlari kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi dilnomalarni aynan kim yozgan bo'lishi mumkin? Qizlar, o'g'illar yozgan bo'lsin yozadi. Avvallari ham olganmisiz shunaqa g'oyibona tabriklardan yoki bu birinchisimi? Yo'q, bu unaqa bo'lgan yo'q. Davomlisi ham bo'lsin. Albatta, hamma yaqinlaringiz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'radilar. Shuning uchun ham o'zgacha tarzda quvontirishni istashibdi. O'zi surprizlarni ko'proq kim yaxshi ko'radi oila a'zolaringiz ichidan? Qizlarda Albatta, bor bo'ling. Albatta, otalarning qiziga, qiz farzandi esa otaga mehri bo'lakcha bo'ladi. Bugun ham barcha yaqinlaringiz, farzand ona beralaringiz nomlaridan qizingiz Madinaxon opajonimiz yo'llagan ekanlar tabrik xatlarini. rahmat. Sog' bo'lsin, hammasi ham sog' bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Madina opajonimizni tabrik xatlariga barcha farzandlaringiz Shahnoza, Farida opajonlarimiz, o'g'illaringiz Kamoliddin, Nuriddin akajonlarimiz hamda Shirindan Shakar nabirajonlaringiz Diyorbek, Shahroza, E'zoza, O'ktanbek, Azizaxon, Asliddinjonlar hammalari hamroh bo'lib, sizni yaxshi ko'rishlarini, dunyodagi eng yaxshi insonlari o'zingiz ekanligingizni aytib o'tgan ekanlar. Sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin hammasini ham. Ilohim aytganingiz kelsin, duolaringiz ijobat bo'lsin. Bugungi ayyom bahona qizingiz aytdilarki, dadajonimga dilizxorlarimni bayon etishni istadim. Chunki hayot tashvishlari bilan ovora bo'lib, har birimiz o'zimiz bilan bo'lib ketdik. Dadajonimga esa yaxshi ko'rishimizni ko'p ham ayta olmaganmiz. Borlariga shukr, dadajonim mening suyangan tog'im, hayotimdagi birinchi qahramonimlar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Mehnatlarning rohatlarini ko'rib yursinlar. Biz farzandlar hamisha ularning yuzlarida tabassumni ko'rish uchun, qalblarida faxr tuyg'usi jo'sh urish uchun harakat qilamiz. Dunyodagi eng ulug' ne'matimiz dadajonimlar deb siz bilan faxrlanishlarini aytdilar. Sog' bo'lsin, hammasi umringiz uzoq bo'lsin. Qizlardan, o'g'illardan, nevaralardan. Ilohim aytganingiz kelsin. Qizingiz aytganlaridek ko'p ham o'zingizga ayta olmagan dilizxorlarni maktub shakliga keltirib bizga jo'natibdilar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening duogo'yam, davlatim, boshimdagi tojim, dadajonim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Men uchun eng qadrli, eng nurli kunlardan biri. Chunki bu olamga eng mehribon, sabrli, eng himmatli inson siz kelgansiz. Men ko'p narsani sizga ayta olmagandirman. Balki hislarimni ifoda etishga so'zlarim ojiz bo'lgandir. Ammo bugun yuragimda yig'ilib yotgan barcha mehrimni sizga aytmoqchiman.
Dadajon, men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz mening hayotimdagi birinchi qahramonimsiz. Bolaligimda qo'lingizdan tutganimda o'zimni butun dunyo himoyasida his qilardim. Endi esa ulg'ayganimda ham sizning duolaringiz, maslahatlaringiz, sokin nigohlaringiz menga eng katta tayanch bo'lib kelmoqda. Qarshi olgan yoshingiz bu faqatgina raqamlar emas, bu tajriba, sabr, mehr to'plangan xazinadir. Siz har bir kuningizda oilamiz uchun mehnat qildingiz. Biz uchun tinmay tashvishlandingiz. Shuning uchun bugun sizga shunchaki tug'ilgan kuningiz bilan deb aytishimiz kamlik qiladi. Dadajon, borligingiz uchun rahmat. Alloh sizga sog'lik, uzoq umr, osoyishtalik, ich-ichingizdan faqat va faqat quvonchni tuyib yurish, huzur, halovat baxtini nasib etsin Robbim. Dilingizda orzu bo'lib yurgan niyatlaringiz bir amalga oshsin. Sizga o'xshab bardoshli, samimiy, mehrli inson bo'lib yashashni Allohim bizga ham nasib etsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Jannatimiz o'zingizsiz Dadajon. Hali qalbimizda niyatlarimiz ko'p. Allohim Baytullohga chaqirib mehmon qilsin sizni. Barcha ibodatlaringiz, yaxshi amallaringiz dargohida qabul bo'lsin. Siz bizning butun borlig'imizsiz. O'zingizni ehtiyot qiling dadajonim. Siz o'stirgan nihol samoni quchdi. Endi davringizni suring dadajon. 100 yoshda ham yayrab, baxtimni ko'rib, siz dunyo turguncha turing dadajon. Halol mehnat qilib halol yedirgan. Biroz betob bo'lsak joni qolmagan, o'zi och qolsa ham bizni to'qlagan, siz dunyo turguncha turing dadajon. Yo'qchilikda yonib ishlaganimsiz. Bizni deb qattiq non tishlaganimsiz. Yozda tinmay qishga qishlaganimsiz. Siz dunyo turguncha turing dadajon deb chiroyli tabrik xatlarini yakunlabdilar qizingiz. Rahmat degan. Rahmat. Tamom. Biroz bo'lsa xursand bo'ldingizmi? Kayfiyatlar ko'tarildimi? Juda. Rahmat. Har doim quvonib yuring. Bugun sizda ham imkoniyat bor albatta. Doim duodasiz farzandona beralar uchun yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, qizingiz Madina opamizga chiroyli duolaringiz bo'lsa, loyihamiz orqali yo'llasangiz, biz ham xursand bo'lar edik. Nimalar degan bo'lar edingiz ularga? Allohning qo'ygan joni sog' bo'lsin. Xudo ishlarini barakatini bersin. Ilohim. Baxtini bersin, taxtini bersin hammasini. Bola chaqasini huzurini bersin, qizlarini. Ilohim, aytganingiz kelsin. Doim duodasiz ilohim barcha mana shu go'zal duolaringiz amalga oshsin. Allohim sizni ikki dunyosida ham aziz va mukarram qilsin. O'zingizni ehtiyot qiling, bobojon, omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Dunyoda topganim nima? Arzimaydi o'zizdan dada. Quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada. Kamingizni bildirmagansiz, g'amingizni bildirmagansiz. Bardosh qilib ko'zingizdagi namingizni bildirmagansiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Sababim dadam, iziz qibla
dadam. Siz tufayli bor mening nomim, sha'nim o'zim, sharafim dadam. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib kuchgin, bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida, senga mehri daryodek toshqin. Omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, qalb so'zimda tor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Hey, omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, qalb so'zimda tor bo'ling dadam. Ey, baxtim uchun bor bo'ling dada. Yutug'imda suyanganimsiz, gar qoqilsam kuyunganimsiz, ko'zingiz ochiq qolganda ham o'zi yemay ilinganimsiz. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib quchgin, bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida, senga mehri daryodek toshqin. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada,